To'ta qiladi. Men mana belim og'riyapti-da. Belingiz og'riyapti. Oyog'im belim. Ehtiyot bo'ling. O'tirishda ham qiynalarkansiz, ha? Turishda, o'tirishda mana oyog'im. Ha, kiring. Kiring. Mana shu oyog'im totib og'riyapti. Men tizzam tagi yomon totdi dedim-da. Uzalolmay, tikka bo'lolmayapman-da. Uzalib yotganda ham yetishmovchilik bo'lyapti-da mana shu oyog'imda. Uzatib yotsangiz ham og'riydi. Men keyin mana shu belimni xuddi ushalib qolganga o'xshab og'riydi. Mana shu belim. Endi mana shu oyog'im ham og'riyapti. Shu oyog'imni orqaga qo'yiladi. Bir iloji. Shu ichib pastga. Hop. O'tirib turingchi. Qiyin-a? Yo'q, o'tira olmayman. Turing, bo'ldi. Hop, oyoq uchida yurib ko'ringchi. Uchida? Oyoq uchida yuring. Aqa o'tib turasiz, opa, siz buchakka o'tib turing. Ha, shunday. Og'riq uchayim o'tdimi? Mana tortyapti. Tortyapti. Ha, tushunarli. Bu yoqqa chiqing endi. Ehtiyot bo'lib, shoshilmasdan. Boshingizni bu tomonga qiling. Yotarmi? Yoting. Oyoq o'zi shishganmi yo mana shunaqa holatda? Bilmayman, shishib ketgan, qo'lim bilan oyog'im shishib ketyapti. Oyoq shishib ketibdi-ku. Yuragi yaxshimi, yuragida problema bormi? Yuragimni tekshirmadim. Bosgan. Nima og'riyapti? Shuni tagi og'riyapti. Hop, baqa o'tib turing, opa. Hop, mana. Yuklaganda. Og'riydi? Hop, mana. Bundacha. Mana shunaqa men o'zim ko'taraman. Mana ko'taraman, ha. Buni ko'taraman. Hop, mana. Qirsillashlar bor, og'riqlarcha. Bor. Hop. Bundan Bunda tegmas ekan mana. Tegmas ekan-a bu? Yo'q, tegmaydi. Teksa og'riydi. Tushunarli. O'tiringchi. Turish ham qiyin ekan-ku. Qarab o'tiringchi. Hop, boshingizni mana oldinga egib ko'ring. Og'riqlar yo'qmi? Ashadni tortiydi. Tortiydi. Mana orqaga ekkanda tortiydimi? Mana bundacha. Bundacha. Hop, paypaslab ko'rganimda bukrillik bor sizda, egilish. Bo'yindan belgacha egilishlar juda kuchli ekan. Hop, qon bosimlaringizni tekshirib qo'yayinchi, qani. Qarasingda. 140 ta 80 ekan. Barakalla. Uchirib davleniya. 120. Ertalab davleniya dori ichdingizmi? Yo'q. Kecha ichganman, kechki payt yotardi. Qani. Hop, yaxshi. Davleniya doringizni opajon har kuni ichib turasiz. Nomi nima ichasiz davleniya dorini? Nega? Yo'qmi? Laristami? Larista, ha. Larista H. 50-ligida. Larista H 50lik. Hop. Hop, opajon, hozir sizni obyektiv tekshirganimda rentgen xulosalari ham bormi? Bering. O'shani eskisini aytdingmi? Shuni yangisi ham bor. Mayli, obyektiv tekshirganimda hozir bo'yningizda shunaqa grijaga o'xshash narsa turibdi. Chunki har tomonlama egilganingizda, oldinga orqaga ekkaningizda mashinada yetmaydi. Kuchli og'riq bo'lyapti va o'sha narsa belgacha tushyapti. O'sha bo'yningizda grija bor turibdi. Millimetrini hozir bir MRTlarni ko'rgandan keyin aytamiz. Hop. Bo'yinda mana bo'yinda o'ting. Protruziya bor ekan bo'yinda. Medianniy grija bor ekan. Bo'yin qismida ikkita el bilan 4 orasida va 4 bilan 5 orasida grija turibdi. Hop.
Grijani kattaligi 3 cm, 3 mm ekan. 0,3 cm millimetrda o'lchaganda 3 mmlik grija bor. U bo'yin uchun sal kattalik qiladi, o'shaning uchun qattiq og'riq beradi. Qotib qolaveradi. Qotib qolaveradi. Bundoq qilib olaman. Bundan tashqari mana bellaringizda spondilartroz bor va umurtqa suyagi ezilib turibdi. L1 nuqtasi grija turibdi. L1 va yelkani suyagini tugash qismida turibdi. Men qo'lim singanlash yelkam yeri bo'lib qoldi-da. Bundan tashqari tizzalaringizda ham juda kuchli og'riq turibdi. Bu artroz belgilari hisoblanadi. Ya'ni mana tizzangizni ushlab ko'rganimda sal isitmasi ham bor tizzani. Va shish bor tizzada. Mana ko'rishib ketdi. Va pastki tomonlari ham shish bor. Mana shish. Mana qo'limdan bosib turib qaytarganimda qo'lim qolib ketyapti, ana izi. Bu tanada suv tuz almashinuvlari pasayib ketyapti. Ertalab bundoq qila olmayman-da. Ertalab ham og'riq, ham shishgan bo'ladi. Bu yurak qismlarida problemalar bo'lishi mumkin. Bir o'zi xulosalarini ko'rib, EKG xulosalarini ko'rib, bir qo'shimcha tavsiyalarini beramiz. Hozir men sizga sizni suyaklaringiz bilan bog'liq bo'lgan muammolar uchun muolaja yozaman. Joyi bir nima qilib turaveradi. Tamam, suyagim chiqib ketayotgan o'xshayapti. Kifoz deydi. Kifoz deydi uni. Opamlar kecha yaxshi foydasini nazar tortib, sizga yana yuribdi mana opa. Bellaringiz ham yaxshi yumshoq bo'lgan mana ancha. Oddiy ketganda. Kalsiy kamligidan bu. Bo'sh qo'y. Oyog'ingizni buklang. Hop. Mana og'riq asosiy mashaqdaydi, opa. Hop, mana bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying mana. Bo'sh qo'ying. Manual terapiya mana tizzaniki. Bo'sh qo'ying. Bo'shashtiring. Hop. Bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying. Hop. Bu tomonga yonchilab o'ting. Bu tarafga. Oyog'ingizni buklang. Qo'lingizni bir-birisiga kirishtiring. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling yana. Chiqaring nafasingizni. Yaxshi aqyonchilab o'ting. Salmanga siljing. Nafas oling. Chiqaring nafas. Hop, yaxshi. Endi o'tiring opa. Yana bo'sh qo'ying yana. Yaxshi, qo'lingizni tushiring. Bo'shashtiring. Bo'shashtiring yana. Bo'shashtiring yana, bo'shashtiring. Yaxshi, endi boshqa mana o'ngga chapga qaraganimizda og'riq bormi? Birinchi kunlari bor edi. Boshni oldinga bosing. Og'riq bormi? Mana oldinga engishtirganda qattiq og'riq bo'lardi. O'shalar yo'qoldimi? Yaxshi. Endi mana orqaga ekkanimizda-chi? Yo'q. Yaxshi. Endi yoting. Mana. Oyog'ingizni mana teva ko'targanimizda og'riqlar yo'qmi? Hop, mana endi oyog'ingizni mana bosib ko'raman mana. Birinchi kuni qattiq og'riyapti-da. Birinchi kuni bosa olmadingiz. Hozir deyarli yaxshi mana.
Yo'qmi? Ha, Yaxshi. Mana bundachi mana. Yo'qmi? ha, yo'q. Hop mana. Kaftini torting o'zingizga. Yaxshimi? Kuchamibdimi og'riq? Ha, yo'q. Yaxshi mana. Buklaymiz. Ha, og'riqlar yo'qmi? Yaxshi. Endi mana bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Qayga og'riq keldi? Olmaydi. Yo'qmi? Mana tegib qoldi deyarli. Ha, tegdi. Ha, birinchi kun mana bundoq Mana- tegmayotgandi. Hozir yaxshi mana, tengma-teng bo'ldi. Eng bo'ldi. Yaxshi. Hozir deyarli necha foiz yaxshi? Xudo xolasa 90% yaxshi. 90% yaxshi. Bundan buyog'iga kasal bo'lmang opajon, qo'shimcha tavsiyalarni beramiz hozir. Ha? Shularni qilib turasiz, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Hop, endi tushing pastga. Yurib ko'ringchi og'riq keladimi? Yurganimda og'riq bor edi deyapsiz. Qani yuribchi? Hop. O'tirib turishga qanaqasiz? O'tirib turish. O'tirib turib ko'ringchi. Shu o'tirishda Qiyinchilik bor-a shunda. Ha. qaynab turish. Tiranib turyapsiz hozircha. Endi haligi 10% qoldi dedingiz-ku, o'sha 10% shu endi, shundaymi? Yaxshi, 10% og'rig'i ham yo'qib ketadi inshaalloh. Yaxshi bo'ladi. Salomat bo'ling. Yaxshi bo'ling. Bundan avval boshlanmaysan, ilohim. Salomat bo'ling. Hozir